Chilonzor 23-kvartildan Sokulli etajdan bizada 3 ta variant chiqdi. Novostroykani podol qismidan hozir sizlarga qisqacha qilib hammasini nima deydi, obzor qilib qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Bizani shu ozgina kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlash uchun bitta like bilan podpiska degan narsa bor. Shu podpiskani bosib qo'yib, bitta kofechani olib, bemalol ko'rsangiz bo'ladi hozir videoni. Birinchisini boshlaymiz hozir mana. Qor zo'r yog'yapti. Qor yoqqandan foydalanib ozgina qoram yeb turamiz. Bu sotiladigan joyimiz mana shu Sokulli etajda joylashgan. Umumiy maydoni 370 kvadrat. 4 tami, 5 ta nimasi bor? Hozirlar ko'rsatib beraman. Ichida arendatorlari bor. 400, 450, 350 gacha turibdi arendatorlar. Mana shu zinadan tushib boriladi. Keling. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kirganimizda svitlar turibdi. Polda tosh terilgan ekan. Ham tarafda mana общий kvartira bitta. Hozir fonarimni qo'ying, to'xtang. Qorong'i ekan. Qo'llayaptimi? Mana bu o'rtada bitta kvartirant, bu o'rtada bitta kvartirant. Mana bu o'rtada ham bitta kvartirant bor. Hammasida arendator bor ekan, bu o'rtada, bu o'rtada. Xullas, primerni $1600mi, 1800 ga yig'ilar ekan arendadan kelinadigan pul. Bu uyimizda uy emaskina, bu Sokulli etaj, o'sha Sokulli etajda narxini 120 ming deb turibdilar. Shunda hozir 370 ga bo'lganimizda $324 dan chiqar ekan 1 kvadrat metriga. Pastda telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa, sizlarga qo'yayotgan videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, keyin qanaqa videolar ko'proq qo'yaylik, nejiloy uchastkalar qo'yaylikmi, yo bo'lmasam har xil kvartiralar qo'yaymi? O'sha haqida kommentariylarga yozinglar fikrlaringizni. Videolar yoqayotgan bo'lsa bitta like hamda podpiska bosish umuman esdan chiqmasin. Sizlarga bitta yana Sokulli etajdan topib qo'ydik. Novostroykani podol qismi Sokulli etaj deyiladi. Ichkarini olib keling. Bu tarafimizdan liftga qaratib ketadi. Mana liftni joyi mana bu zinadan tushganimizda. Bu tarafda ham xonadonlar bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu tarafda ham xonadonlar bor ekan. Chapga qarab yurganda mana shu o'rtadagi kvartiramiz. Ichkariga kirganimizda mana birinchisi bu sanuzili, hojatxona, ko'rishlaringiz mumkin. Ichkariga kirganimizda mana holati. Umumiy maydoni 24 metr kvadrat. Ko'rib turgan hamma narsa qoladi, faqat akalar narsalari bu bilan chiqib ketiladi. Aka, necha oydan beri turasizlar endi? 4 oydan beri. Necha pul bilan turibsizlar? $250 dan buni ham ijarachisi bor. Bemalol pastda nomer qo'yib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar. Bu kvartiramiz investitsiya uchun ham juda ham zo'r variant. Mana shu Sokulli etajda joylashgan. Hozir sizga ishini qisqacha obzor qilib ko'rsatamiz. Eshikdan kiraverishimiz. Eshikdan kirganingizda tepa o'ngga yursak, tepaga chiqib ketadi. Biz chapga tushganmiz. Chapga tushganimizda hamda chapda lift ham bor. Liftni ham ko'rsating. Mana shu yerda 0 pastda 0 deydimi, 01 deydim. Shu tushadigan lifti bor. Mana shu to'g'ri yurganimizda hozir sizlarga bitta ichkarisini bitta qisqacha qilib ko'rsatib beramiz. Eshikdan kirganimizdan chap tarafimizda mana shkof qo'yilgan ekan. Shkofning ichida orqasi kengroq. Bu yerda ham bitta shkof narsalar qo'yilgan ekan. Bitta kulchatirlar qilib qo'yilgan. To'g'rida bo'ladi bitta xona. Bu uyimizda Sokulli etajda joylashgan. Umumiy maydoni 22 kvadrat. Dokumentalni, hamma dokumentlari joyida. Ash ko'rib turgan hamma narsa qoladi. Endi ko'rpacha ham kiyim-kechaklik chiqib ketadi, bu ham qoladi. To'g'rimi aka? Bu ham qoldiramiz. Buni ham qoldiramiz. Mana ko'rsating, bitta umumiy aylantirib yaxshilab ko'rsating holatini. Mana shu holatda bo'ladi. Endi keling. Bu yerda sanuzeli bor. Sanuzeli ham ko'rsating. Bu xonadonda ijarachimizdan bor. Necha puldan turasizlar? $250 dan ijarachilarimiz turadi. Qancha vaqt bo'ldi? 2 oydan beri turar ekanlar, $250 berib ijaraga. Investitsiya uchun ham juda ham yaxshi variant. Bu uyimizning narxiga keladigan bo'lsangiz, srochni sotilishi uchun narxini 19500 bo'lsa beraveramiz deb aytdilar egalari. Pastdagi telefon raqamlariga telefon qilib bemalol baraka qilishlaringiz mumkin.
bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta like hamda podpiska bosish esdan chiqmasin.